Nima uchun kelding musofirlikka? Ha, ichadigan bo'lsa-ham bor, shu uyingda ichavermaysanmi? Ha, pul ishlash uchun keldikmi? Ha, bo'ldi, yig'ishtirish kerak ichishni. Ha, ishlashimiz kerak endi. Ota-onamiz kutib turibdi, ana bolalar kutib turibdi, erta qiz chiqaramiz, yoshimizdan 40 dan oshdi. Ichishni tashlaylik endi. Bo'ldi, necha kundan beri ichib ishga ham chiqqanimiz yo'q. Uyat o'p ketdi, xona ham sasib ketdi. Hozir bolalar eshitsa jalba qilyapti. Yana nima kerak senga? Qachon tashlaysan ichkilikni? To'xta bo'ldi. Necha kundan beri o'zi ichyapmiz. Necha kundan beri ishga chiqqanimiz yo'q. Ha. To'xta, bitta shartim bor lekin. Qanaqa? Ertaga ishga aniq chiqamiz. Bo'ldi. Borib kelroqdi. Tomoq qaqrab ketdi. Shuni oldiroq bersang bo'lmaydi. Bor olib kelroqdi. Hozir olib kelaman, yes qilaman-da, dahshat bo'ladi deb maza qilaman.